Assalomu alaykum. Toshkentda duel ko'rsatuvi boshlanadi. Tomosha qiling. Hurmatli teletomoshabinlar, demak duel. Toshkentda duel. Biz albatta birinchi navbatda bugungi dasturimizni bosh qahramonlardan bo'lgan hay'at a'zolarini o'z joylariga chorlab qolamiz. Siz esa diqqat e'tibor qiling. Eslatib o'tamiz, bugungi dasturimizda ikki tomonda duelchilar, rubob cholg'usini mohir ijrochilar, qo'rqmasdan ayta olaman, mohir ijrochilar bo'lishadi va albatta biz ularni haligi ijrolarini baholash uchun ulardan anchagina saviya yuqori bo'lgan ustozlarni dasturimizga taklif etishga harakat qilganmiz. Xullas kalom, hammasini o'zingiz ko'rib borasiz. Birinchi hay'at a'zosi o'zbek san'atida ko'p yildan beri faoliyat olib borayotgan, nafaqat O'zbekistonda, balki chet el sahnalarida o'zbek san'atini dovrug'ini imkon qadar keng yoyilishiga, hurmati oshishiga sababchi bo'layotgan, bu tomonda nafaqat o'sha o'zini sohasida, yo'nalishida, qo'shiq kuylashda, sozandalikda, balki ilmiy yo'nalishda ham ma'lum bir o'sha badiiy asarlarni yoki bo'lmasa ma'lum bir ijodga taalluqli asarlarni taqdim etib faoliyat olib borayotgan Shavkat Matyoqubovni taklif etganmiz. Marhamat. Shavkat Matyoqubov Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy maqom san'ati institutini xodimi, ustozi. Shavkat aka, marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Shavkat Matyoqubovni deyarli chalishni bilmaydigan cholg'ulari yo'q desak ham bo'ladi. Damli cholg'u, mezrobli cholg'u, xullas hammasidan bor, to'g'rimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Ustoz va albatta ustozoda. Endi navbatdagi hay'at a'zosi men uchun anchayin qadrli inson. Bu inson san'atga kirganiga mana yarim asr bo'lyapti deb bemalol ayta olamiz. Shamsiddin Nuriddinov Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa va san'at maktabi. Shamsiddin aka, xush ko'rdik. Qadamlaringizga hasanot. Shamsiddin Nuriddinov bizni qadrdonimiz bo'lishlariga sabab, biz uchun qadrli bo'lishlariga sabab albatta bizni ota-onamiz bilan ko'p yillik o'sha qadrdonliklari va albatta biz ilk sahnaga chiqqan onlarimizdan bizni bilishadi, tanishadi, tarbiya qilishgan va dasturimizni har doimgi haligi qo'llab-quvvatlab turuvchi hay'at a'zosi bor. Bu insonning ismlari San'atjon. Mana shu ismni o'zi hamma narsani hal qiladi. San'atjon Sharipov, sozanda. Mana shunaqa oddiy qilib tanishtiraylik deganlar, mana u inson. Assalomu alaykum San'atjon, xush ko'rdik. Rahmat. Qadamingizga hasanot va qadrli tomoshabinlar, endi diqqat e'tibor qilamiz. Bugun ikkita sahnada naqd mukofotlari bor. Ko'kragiga haligi nishonlar taqqan sozandalar chiqishadi. Biri anchagina tajribali, biri esa ancha yosh. Lekin men shaxsan mana shu ikkita sozandani biladigan inson sifatida aytib o'tmoqchiman. Mohir ijrochilarni chaqirganmiz. Dasturimizni tomosha qilish davomida o'zingiz ham bunga ishonch hosil qilasiz. Demak, yonimdagi sahnada, haligi ko'k sahnamizda, ko'k burchak degandek, Shohjahon Yoriyev, mard o'g'lon ko'krak nishoni sohibi, rubobchi, sozanda va hozirda yoshlarimiz orasida aynan mana shu cholg'uni ijrosi bilan juda ham hurmat va e'tibor qozongan ishtirokchi. Marhamat, Shohjahon Yoriyev. Va alaykum assalom, joyingizni egallab olasiz. Xo'p, demak, ikkinchi ishtirokchiga navbat yetib keldi. O'zi aslida birinchi, ikkinchi degani yo'q. Mana chiroqlarni o'rnatib qo'yganmiz. Demak, ko'k sahna, qizil sahna. Qizil sahnada mana shu jarayonlardan anchadan beri o'tib tajribani to'plagan, hozirda O'zbekiston Davlat filarmoniyasida Shodlik ansamblida sozanda va xonanda bo'lib faoliyat olib borayotgan ajoyib insonni bugun mana shu qizil sahnaga taklif etganmiz.
Abduhoshim Yo'ldoshev. Marhamat. Abduhoshim anchayin spo o'zini bosib olgan yigit. Endi shunaqa bo'ladi, chunki tajriba o'z so'zini aytmasdan iloji yo'q. Abduhoshim, xush ko'rdik. Rahmat. Qadamlarga hasanotlar bo'lsin. Shohjahon hamda Abduhoshim bugun ishtirokchi. Xullas, biz duelni boshladik. Haligi ro'molcha tashlaydigan payt yetib keldi. Ro'molchani odatda ilgarigi zamonda ayollar tashlagan ekan. Bizda rejissor tashlaydi buni. Albatta luqma bilan marhamat boshlashingiz mumkin degandek. Hurmatli ustozlar, hay'at a'zolari, mana ko'rib turibsizlar ishtirokchilarni. Bugun sizlarga ancha qiyin bo'ladi. Yana bitta eslatma, agar barcha ko'rsatkichlar teng kelsa sizlarni bahoyingiz bilan bitta menga qoladi bu narsa. Ya'ni men hal qilib berish imkoniga ega bo'laman. Kimning ijrosi shu bugun menga ma'qul bo'lsa, o'shanga ovoz berib yuboramiz endi. Xafa bo'lish yo'q deydi-yu. Xullas, bu yog'i duel. Birinchi ishtirokchi Abduhoshim sahna ortidayoq, endi ukalarimizni hurmat qilamiz. Haligi kattani hurmat qilish kerak, kichikni izzat qilish kerak degandek, izzat mana shu ukamizga bo'lsin. Har holda endi chiqyapti sahnaga. Kattalar chiqib hech kimga navbat berishmayapti degan gap so'zlar bo'lmasin deb Shohjahondan boshlashga qaror qildik. Shohjahon mana ko'krak nishonlari o'ziga yarashib turibdi. Mard o'g'lon hozir rubob cholg'usida birinchi shartni ijrosini boshlab beradi. Biz esa eslatib o'tamiz. Birinchi shart, rubobda o'zlari tanlagan o'sha rubobga mos doimiy ijro etib kelinadigan kuylardan birini ijro etishadi. Ikkinchi shartda esa ishtirokchilarimiz boshqa cholg'u chalish mahoratlarini ko'rsatishadi. Ya'ni rubobdan boshqa cholg'u. Ikkovlari ham o'zlari qo'shimcha cholg'u olib kelishgan. Biz biror nima tayinlab qo'ymaganmiz ularga. Uchinchi shart esa bu erkin shart bo'lib, ishtirokchilarimiz o'zlari xohlagan chiqishlarini taqdim etishlari mumkin bo'ladi. Xullas, tomosha qilish kerak. Tomosha qilmasangiz bu jarayon shunchaki o'tib ketib qoladi. Tomosha qiling, fikr mulohaza bildiring. Biz albatta ijtimoiy tarmoqlarda, umuman ko'cha-ko'yda, hamma joyda mana shu haligi o'ziga yarasha chaqiriqlarni, o'ziga yarasha fikr mulohazalarni kutib qolamiz. Shohjahon Yoriyev ijro etadi. Duel boshlandi. Qadrli teletomoshabinlar, qalay? Boshlab oldik. Zo'rlari chalyapti lekin. Maza qilib tomosha qilinglar.
Sanovar ham zo'r kuydi, zo'r chalsa maza qiladi odam. Shunaqa yosh, iqtidorli, zo'r sozandalarimiz bor bo'lsin. Mard o'g'lon, Shohjahon Yoriyev. Maza qilyapsizlarmi? Maza qilinglar. Qadrli teletomoshabinlar, o'zi bitta gap bor o'zi. To'g'risini aytish kerak-da. Ko'pchilik misol uchun meni ham faqat boshlovchi bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Bunaqa narsalarni juda chuqur tushunib olishimni o'ylab ko'rishmaydi. Bitta gap. Duel bu yoqqa qarab otildi-yu, lekin xuddi sizlarga tekkandek bo'ldi nazarimda, chunki jim o'tirib tomosha qilinadi agar ijroni hammasi yaxshi bo'lsa, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Menimcha tomoshabinlar ham shunaqa tomosha qilishdi. Xo'p, endi haligi dueldosh deymizmi buni? Raqib, to'g'risini aytish kerak, bunaqa ijrolarni ko'rib hayron qoladigan yoshdan o'tib ketgan. Cho'chib yoki hayajonlanib o'tiradigan paytda emas. Shuning uchun ham madaniyat va san'at fidokori degan ko'krak nishoni sohibi hisoblanadi. Fidokorlarimiz bor bo'lsin, mard o'g'lonlarimiz bor bo'lsin. To'g'risi ijroga maza qildim. Mana shu maza uzilib qolmasligi uchun, demak, birinchi shart, ikkinchi ijro Abduhoshim Yo'ldoshev ijro etadi. Marhamat.